Crocus City Hallda terakt sodir etishda ayblangan Tojikistonning 4 nafar fuqarosi umrbodga qamaldi. Bu haqda sud hukmiga tayanib RIA Novosti xabar berdi. Ushbu ish bo'yicha yana 11 kishi umrbod qamoq jazosiga hukm qilindi. Ular jazoning bir qismini qamoqda, yana bir qismini esa maxsus tartibli koloniyada o'tashi kerak bo'ladi. Shuningdek, sud ularning har biriga 990 ming rubl miqdorida jarima ham tayinladi. Sud tergovning 4 kishi ham Islom davlati Xorason viloyati guruhi a'zolari bo'lgan degan xulosasiga qo'shilgan. Dalirjon Mirzoyev, Said Akrami Rajabalizoda, Shamsiddin Fariduni va Muhammad Sobir Fayzov sud tomonidan terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida tayyorgarlikdan o'tish, qurol-yarog'ning noqonuniy muomalasi, terrorchi tashkilot faoliyatida ishtirok etish va terrorchilik hujumini sodir etishda aybdor deb topildi. Shuningdek, ayblanuvchilarga kvartira bergan Isroil, Dilovar va Aminchon Islomovlar 19 yil 11 oyga, ijrochilarga avtomobil sotgan Alisher Qosimov esa 22 yil 10 oyga qamaldi. Crocus City Halldagi terakt 2024-yil 22-mart kuni kechqurun sodir bo'lgandi. Qurollangan shaxslar konsert zali binosiga bostirib kirib, olomonni otib tashlagan. Keyin esa binoni yoqib yuborgandi. Ushbu terakt oqibatida 149 kishi halok bo'ldi, 1 kishi bedarak yo'qoldi, 609 kishi tan jarohati oldi.